Ben Lesu. Bugun biz sizlar bilan kolleksioneri 99 bo'lgan birinchi akkauntni ko'rib chiqamiz. Qani unda ketdik. Oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Mana shu Q8. Mana shu akkaunt. Ko'ringlar, akkaunt qanaqa go'zal akkaunt. Hop, kolleksionerni ko'ramiz. Qatishlar bo'lyapti. Kolleksiyasi. Ko'rchilar mana hayron. 99 ta ultimate, 1289 ta mythic, 13 ta exit, 44 ta ultimate, 87 ta supercar, 189 ta prokachka. Deyarli hammasi full bo'lsa kerak. Qatib qoldi. Videoga zamayna bo'lyapti. Mana bu akkaunt qayerlar va kashlardan ultimate'lar, exit'lar hammasi full. Ultimate'lar va akkaunt qaranglar. Kaskalar va ikkita ultimate kaska bor. 20 ta mythic kaska va 24 ta mythic bosh kiyimlar. 24 ta ultimate bosh kiyim ekan. Uzr. Ikkita ochki. Bep bo'lmasa endi g'alati bo'ladi shunaqa akkauntda. Bitta mythic sumka. Qara go'zalligini qaranglar. Tishtona. Hadok bor ekan, hadok. Endi naqshlar ko'rib chiqamiz. Modiklar. Sedan. Superkarlar qaranglar. Go'zalligini. Ular boshqalar. Uaz. Bu yangi erpida kelgan. Arozolar. Go'zalligini qaranglar arozolar. Qaranglar. 84 ta skar bor ekan, 84 ta skar. 64 ta 406, 14 ta full. Qaranglar. 24 ta groza, 4 ta full. Akkauntga sizlar qanaqa baho berasizlar bilmadim, lekin men o'ta qoyil qolganman. Titulni ko'rishlarim mumkin. A13 RP nomer 1. Ya'ni birinchi bo'lib RPni 100 qilgan. Top reytingda birinchi o'rinda turadi. Sizlar bilan bugungi videomiz shu edi. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Lesu.